Assalomu alaykum. Instagramda bizni kuzatib o'rayotgan obunachilar, akalar. Arka siliflarimiz 45 graduslarni ham chaklangan holatda idealniy qilib tegizib qo'yganmiz. Ukubkalarni qilib, hali ba'zilar aytadi, strichlab ko'rsatadi, u qiladi, bu qiladi emas. Bo'lmasa tiniq holatda strichini ham ochib ko'rsatadi. Choklari ham bilinmaydi, maydalab urib cho'tkilab yozib o'tganmiz. Bu 45 gradusli, mana bunisi 90 gradusli bo'ladi bu. Mana bu yerda gradusi yo'q. Bu yoqdagisida bor. 45 graduslari kelish holatlari xohlasa ideal holatda keladi. Siliflarimiz tayyor bo'lgan. Agar kimgadir mana shunaqa qismatlarni silif, chiripitsa, tarnov, figurali tarnovlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi mobillarga telefon qilsalar, ishlarni tez va sifatli qilib bitkazib beramiz. Ana bu ko'rsatgani 45 gradus chaklangan holati, u bir-biriga zamok bo'lib kirgiziladi. Bu yoqdagi holati apparatda chiqarilgan holat. Bu narigindan arzonroq turadi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.